Alexa'ga yangi premium sifatidagi diademalarni qo'shdim shu diademalarimni man Citymalga borib fotosessiya qilmoqchi edim. Nimaga? Chunki Citymalga rozовый gelik kelgandi. Gelikni qidirdim, shuncha mashinalarni ko'rdim. Shu mashinalar siyoqda, тем более matовый. Buni otini Bentley'mi, shunaqa deyishdi. Archa bezatishayotgan ekanman, u uchun hali qilishmagan. Rosa qiziqdim, qanaqa uchib chiqib qotirishar ekan. Zo'r narsa ko'rib qoldim. Bunaqa Dolce Gabbana nimadir ekan. Fotosessiya qilishga rosa zo'r joy ekan. Desam, kirisham mumkin emas ekan. Takoy to'suv qo'yib qo'ygan, o'shaning uchun men kirolmadim. Kirmasam shuni divan ustiga ham do'pini qo'ydimda, fotosessiya qilaveraman demda. Do'pimni qo'yib takoy video rasmini olib oldim. Yana orqaga qaytib matовый Bentley'ni oldida люксовый zirkon toshli diademani fotosessiya qilib oldim. Alohida reels qo'yaman. Bularni обязательно like, kommentlarni portlatib tashlanglar. Shu qator turgan mashinalarda fotosessiya qilib oldim. Yangi diademalar. Ro'zga gelik qidirib yana ikkinchi etajga chiqdim. Mama mashinani qaranglar. Mashinaga diademaga qaranglar. Asallikin bu diademamizni rozовый ochiq havoren ansamblimizga moslagan. Aylanib do'konga kirsam, shirin sepochkalar bor ekan. Narxlari ham shirin ekan. Million sepochkalar narxi. Do'kondan chiqib qarasam, bo'sh narsa turibdi-da. Takoy budkachami nima deydi. O'zim diademalarimni taxlab sotsam shu Citymalda dedim. Buni ko'rib keyin mama Mers ko'rib qoldim. Shu Mersga imam oldida gardenzali katta bo'lib ketgan. Men shu diademam chiroyli turadi deb shu bilan yana fotosessiya qilib oxirlanib bitta muzey ko'rib qoldim. Takoy muzeyga ham kirib ko'raychi, qanaqa narsalar bor ekan fotosessiya qilishga deb kirsam, shunaqa hidi yoqmadi. Полностью kraska hidi. Endi chiqib bilasizlarmi nima ko'rdim? Qarasam Dildora Kasimovaning do'konini ko'rib qoldim. Davay kamroq video oldim, lekin mama go'zalliklarni qaranglar, hammasi ruchniy работа. Do'ppilar, sumkalar, imama baska qizlar, baska imam futbolkalar. Uni ko'rsatgan baskalar bilsam narxi necha bo'lgan? 15 milliondan 15-16 millionga ketadimi? Samda ketadi dedilar. Dildora Kasimovadan chiqib Turonga kirdim. Komplektni qaranglar qizlar, hammasi bittalab tikilgan. Bu baskalar narxi ham shunaqa million. O'zi ko'p qo'ymay so'ramay Turonning ishlarini juda ham sifatli. Turonda juda ham ko'p milliy narsalar Citymalga kelsanglar обязательно kirib ko'ringlar. Milliy kepka, sumka, korset, cho'pon, hamma narsani topsanglar bo'ladi. Imom sumkaning narxini qaranglar qizlar, 3 million. Narxlari bilan ko'rsatib ketaman. Ishlari juda ham yo'qadi. Rosa ko'p ideal olaman bulardan. Shunaqa qilib chiqib, mana bunaqa Ferrari'larni ko'rib qarasam, Ferrari bilan kстати men video olmadim. 4 ta etajga qarab наконец-то розовый gelik top atrofini ko'pchilik o'ralgan. Qanaqa qilib fotosessiya qilaman, rosa uyaldim. Uyalmasdan shuni diademalarimni olib, hammasidan shu rozовый gelik oldida men fotosessiya qilib oldim. Shuncha mehnat qilib video oldim. Bulardan keyin bu reelsdan keyin обязательно har bitta diademani mana shunaqa mashinalar bilan reels qilganimni qo'yaman. Обязательно kommentarlarni ko'p yozib tashlanglar qizlar. Rosa bitta qiz qidirdim. Bitta qiz chiroyli qiz topsam, boshqa kiydirib rasmga olaman. Uni topolmadim. Keyin shundoq qo'limni olib videoga olib oldim. Bu gelikka qaranglar qizlar. O'zim tushmasam